Hurmatli izluvchi ishqibozlari, mana bugun biz qaytdik yana. Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizga turnir kelgan. Bu turnirda o'ynab sizlar bilan sharh olib boramiz. Nima deysizlar? Hvicha Kvaratskheliyani olsak bo'ladimi? Yo'q, hozircha bizga Hvicha kerak emas. Hvicha kerak emas. Qani yotsa boshladik. Qani bizga kim tushadi? Qanday jamoa biz bilan raqib bo'ladi? 63-darajalik juda ham yaxshi. Biz esa 36-darajadamiz hali. Turkiya bayrog'i ostida. Top Mbappe'dan pas. To'pni uzoqlashtirishdi himoyachilar. Qarshi hujumga harakat qilishmoqda. Va to'pni oldirdik va yana olib qo'ydik. Raqib juda ham kuchlikmi deyman. Gigi Donnarumma to'pni qaytardi. Biroz internet qotmoqda. Gigi Donnarumma. Qarshi hujumda gol urib ketishga harakat qilib ko'ramiz. Afsus. Lukmanning zarbasi noaniq bo'ldi. Lekin yaxshi pas, yaxshi to'p oshirish bo'lgan edi. Holland zarbasi. Uzoq masofadan zarba ko'rmoqchi edik. Juda ham qat'iyatli qarshi hujum bo'lib ketdi. Amallab bartaraf qildik qarshi hujumni. Bruno Fernandes to'pni olib qo'ydi. Fernandes biroz tezlik pastlik qildi. Brunoning to'p maydon tashqarisiga chiqdi. Taomga kiritamiz to'pni. Taç atışı kısa kullanıldı. Ortadan oshirgan to'pni unchalik o'z manziliga Mbappe yetib topu aldı bormadi. önüne. Qarshi hujumni bartaraf qilishga harakat qilamiz. İşte büyük bir boşluk var bu tarafta. Ajoyib hujum. Sörlot chiroyli gol urib ketmoqda. Raqib kuchlik. Vitinha. Mbappe kirib boradi. Birinchi taym yakunlandi. Bruno hisobida mag'lub bo'lmoqdamiz. Ikkinchi taymda vaziyatni to'g'rilashga harakat qilamiz. To'p orqaga oshirilmoqda. Olise. Lukman to'p olib qo'yishdi. Nuno Mendesga pas. Vitinhaga pas. Bruno Fernandesdan chiroyli zarba va gol. Gol. Bruno Fernandes. Raqib xatosidan unumli foydalanib ketmoqdamiz. Bu çok iyi bir pastı. Mükemmel bir iş çıkardı. Maç iki tarafına dönebilir ama öne geçmek için hala şansları var. İyi kesti topu. Hollandga pas o'xshamadi. Savunma oyuncusu topu geri kazandı ve şimdi Mbappe'ga pasimiz yetib bormadi.
gidiyor. Bakalım bu hücumdan bir sonuç alabilecekler mi? Paslarimiz kötü o'tmayapti nimagadir. Durum hala berabere. Paslarimiz Galibiyet o'tish qiyin kazanan bo'lyapti. takım hangisi olacak? Nuno Mendes, Kylian Mbappe. Mbappe'nin to'pni olib qo'ydi. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Bazı To'pni resmi o'yinga planları var. kiritamiz. Burchak to'pi. Bu alan Lukman. Gole gidiyor. Wow. Ve vurdu topa. Aman ish bo'ldi hozir. To'pni upravleniyasini boshqarolmay qoldik. Mbappe topu rahatça kontrol etti. Vay, orada kararlı bir müdahale geldi. O an bu an yoksa. Va gol. 2-1 Gabriel hujumda paydo bo'lib gol urib ketmoqda markaziy himoyachi. 88-daqiqa. Hozircha g'alabani ilib ketsak bo'ladi. O'ndan to'pni olib qo'yishdi va o'yin vaqti tugab qoldi. O'yin uchun rahmat raqibimizga. O'yin qahramoni Bruno Fernandes 7 ball yig'ibdi. Izohlarda fikrlarni qoldiringlar. Mana shu holatda rakursda o'ynash qulayroqmi? O'ynab ko'rishinglar mumkin va izohlarda fikrlarni qoldiringlar. Rahmat, kattakon.